Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga. Simson Privat akademiyasi o'zi qanaqa akademiya va u nimalar bilan shug'ullanish haqida gaplashsak. Ausbildung bu boya aytganimizdek dual kasbiy ta'lim. Yaqinda mana 42 yoshlik akamiz keldilar. Nemis tilini juda yaxshi biladilar. Til o'rgangandan keyin agar keta olmagan taqdirda ham boshqa imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Simson Privat akademiya ularni industriyada kerakli bo'lgan sohalarga o'qitib ishga joylashtiradi. Oliy ta'lim diplomi bilan Germaniyaga to'g'ridan-to'g'ri ishga borsa bo'ladi. Kimlar aynan Ausbildung yo'nalishini tanlash kerak, kimlar faqrat yo'nalishini tanlash kerak? Milliga taklif qilayotgan joylarni endi hozir O'zbekiston yoshlariga taklif qilamiz, xudo xohlasa. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Men Dilmurod Yodgoraliyev, intensiv nemis tili markazi rahbari hisoblanaman. Bugungi podkastimiz mehmoni Germaniyaning Tyuringen Bundeslanda joylashgan Simson Privat akademiyasining xalqaro proyektlar bo'yicha menejeri Shonosir aka Shorahmedov. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga. Rahmat taklif qilganingizga. Rahmat. Shonosir aka, suhbatni boshlashdan oldin Simson Privat akademiyasi o'zi qanaqa akademiya va u nimalar bilan shug'ullanish haqida gaplashsak. Xo'p, Simson Privat akademiyasi siz aytib o'tganingizdek Germaniyani Tyuringen viloyatida joylashgan 1991-yil tashkil topgan kompaniya. Asosiy yo'nalishi bu o'sha dual ta'lim Ausbildung bo'yicha kasbga o'qitish bilan shug'ullanadi. Germaniyada bilsangiz, Berufschulelar bor. Bu ham xuddi shu Berufschulega o'xshagan, faqat bu xususiy. Asosiy yo'nalishi bu mexanika, mexatronika, elektrik. To есть texnika sohasiga bog'liq bo'lgan sohalarda professional ta'lim. Undan tashqari Simson Privat akademiya Germaniyani fuqarolarini, ishsiz bo'lgan fuqarolarni perekvalifikatsiya deydi, ya'ni qayta o'qitish, sohalarga o'qitish bilan ham shug'ullanadi. Germaniyada bilsangiz, bandlik agentligi bor, Agentur für Arbeit deydi. Ular Germaniyani o'zini ishsiz bo'lgan fuqarolarini Simson Privat akademiyaga jo'natishadi va Simson Privat akademiya ularni o'sha industriyada kerakli bo'lgan sohalarga o'qitib ishga joylashtiradi. Undan tashqari Simson Privat akademiya ko'plab xalqaro loyihalar amalga oshirgan, xususan Abu Dhabi hukumati bilan hamkorlikda 2008-yildan boshlab 10 yil mobaynida Abu Dhabi fuqarolarini Ausbildungga o'qitish bilan shug'ullangan. 150 dan ortiq fuqarolari Germaniyada Ausbildung yo'nalishida, texnika yo'nalishlarida kelib o'qishgan. Undan tashqari Ausbildung yo'nalishini tizimini Abu Dhabida joriy qilgan. Undan tashqari Xitoyda, Vyetnamda, keyin Xorvatiyada shunga o'xshash loyihalar amalga oshirgan. Undan tashqari Simson Privat akademiya svarshik payvandlash bo'yicha o'qitish va imtihon qilish imkoniyatiga ega, demak xalqaro sertifikat berish imkoniyatiga ega. Germaniyada bilsangiz, payvandchilar har 3 yilda o'zini kvalifikatsiyasini подтверждать qilish kerak. Boshqacha imtihon o'tib sertifikat olish kerak. O'sha sertifikatni Simson Privat akademiyaga kelib imtihon topshirib olishadi va Simson Privat akademiyaning ishchilari shu imtihonni olish va sertifikat berish huquqiga ega. Va bu sertifikat xalqaro bo'ladi, butun dunyoda tan olingan. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, 2021-yildan beri Tashqi mehnat migratsiya agentligi bilan hamkorlikda O'zbekiston fuqarolarini Germaniyaga ishga va o'qishga olib ketish bilan shug'ullanamiz. Bu demak Ausbildung yo'nalishi va Fachkraft yo'nalishi. Mana shu ikkita yo'nalish bo'yicha 21-yildan beri fuqarolarimizni olib ketamiz. Aynan Fachkraft va Ausbildung yo'nalishlari dedik. Endi bizni kuzatuvchilar orasida bo'lishi mumkin, Ausbildung nimaligi? Fachkraft kimlar Fachkraftga kirishni bilmaydiganlar kuzatish bu tabiiy holat. O'shaning uchun aynan Ausbildung nima, Fachkraft nima? Mana shu savollarga to'xtalib o'tsak. Hop, Ausbildung bu boya aytganimizdek dual kasbiy ta'lim. Bu har bir vaqtning o'zida ham o'qish va ham ish degan. Hozirgi kunda demak O'zbekiston fuqarolari borib Ausbildung qilishadi. Bir oyda birinchi kelgan oydan boshlab oylik olishadi va ham o'qishadi. Ausbildung sohasiga qarab 2 yildan 3,5 yilgacha davom etadi va Ausbildungni bitirgandan keyin, to есть tugaganidan keyin imtihon topshirishadi. Imtihondan yaxshi o'tsa diplom olishadi va diplomligi bilan Germaniyada ishlab qolish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Endi Fachkraftga keladigan bo'lsak, Fachkraft bu
soha mutaxassisi degan ma'noda tarjima qilinadi. Hozir Fahcraft yo'nalishi bu to'g'ridan to'g'ri ishga ketsa bo'ladi degan ma'noni bildiradi. Demak, O'zbekiston oliy ta'lim diplomi bilan Germaniyaga to'g'ridan to'g'ri ishga borsa bo'ladi. Va sohasini farqi yo'q. Qaysi sohada bitirgan bo'lishidan qat'iy nazar, agar ish beruvchi mana shu mutaxassis menga kerak, shu insonni men ishga olaman desa, ishga borib bemalol ishlasa bo'ladi. Rahmat javoblar uchun. Yana bir narsaga to'xtalib o'tsak, ya'ni bizga juda ko'pchilik chiqadi o'qish masalasi bo'yicha Germaniyaga ketish masalasi. Endi kimlar aynan Ausbildung yo'nalishini tanlash kerak, kimlar Fachkraft yo'nalishini tanlash kerak? Va bu uchun alohida kriteriyalar bormi? Ya'ni qanaqa talablarga javob bersa Fachkraft bo'lib ketadi, qanaqa talablarga javob bersa Ausbildung bilan ketsa bo'ladi. Demak, talablari bo'lsa, birinchi talabi albatta B1 sertifikat. Nemis tilidan albatta tilni bilish kerak va xalqaro B1 sertifikati qo'lida bo'lishi kerak. Ikkinchisi yosh chegarasi 18 dan 40 gacha. Va uchinchisi 11 yillik ta'lim, maktab ta'limi bo'lishi kerak, attestati bo'lishi kerak. Fachkraftga keladigan bo'lsak, Fachkraftda ham xuddi shunaqa nemis tilini B1 darajada bilish kerak. Bu yerda bitta istisno bor. Ausbildungda sertifikat talab qilinadi qonunan. Fachkraftda qonunan sertifikat talab qilinmaydi. Agar ish beruvchi men olaman desa. Lekin oxirgi bizani opit shuni ko'rsatdiki, ish beruvchilar B1 sertifikat ko'p holatda so'rashyapti. Shuning uchun bo'lsa, bu imtiyoz beradi. Demak, boshqa kandidatlardan ko'ra sizning shansingizni oshiradi. Ikkinchisi, demak, yosh chegarasi 18-40 yoshgacha va uchinchisi o'sha diplom, oliy ta'lim diplomi. Mana shu joyda bitta joyga to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi, chunki noto'g'ri tushunish mumkin. Hozirgi siz aytgan talablardan birini, aytaylik, sertifikat talab qilinmaydi deyilganda, til bilimi talab qilinmaydi degani emas, to'g'rimi? Albatta. Ya'ni til bilish kerak, bu shart va sertifikat bo'lmasa ham agar ish beruvchi bilan suhbatdan o'tadigan bo'lsa, sizlarga aloqaga chiqib, masalan, sizlar talablarga javob beradigan bo'lsa, keta oladi. Albatta. Sertifikat bo'lmasa ham, lekin til bilish albatta shart. Xuddi shunday ham? Xuddi shunday. 2023-yil martdan boshlab Fachkraft ga qonunan ruxsat berildi. Qonunchilikda, Germaniya qonunchiligida o'zgartirish kiritildi. Va o'sha yerda shu yozib ketilgan til sertifikat shart emas. Sertifikat shart degan joyi yo'q. Viza beriladi. Lekin O'zbekistondan hozir bilsangiz juda ko'pchilik qiziqyapti, nemis tilini o'rganayotganlar ko'p va sootветственно joyiga konkurensiya bor. Bir joyga, ish joyiga bir nechta odam topshiradi. Siz agar xohlasangiz, siz borishni, sizni shansingiz o'sishini xohlasangiz, albatta qo'lingizda sertifikat bo'lgani yaxshi, chunki ish beruvchi sertifikati borlarga ko'proq imkoniyat beradi va o'shani tanlash imkoniyati yuqoriroq. Ya'ni ish beruvchiga aytaylik, bitta ish o'rniga 10 kishi topshirdi deylik. 10 kishidan 8 tasi sertifikat bilan topshirdi, 2 tasi sertifikatsiz topshirdi. Endi ish beruvchida ikkita imkoniyat paydo bo'ladi. Birinchi sertifikatlilar bilan gaplashib chiqib, keyin sertifikatsizlar bilan. Chunki baribir men ish beruvchi sifatida bo'lganimda ham ish sertifikati yo'q odam bilan gaplashib chiqishim kerak edi uni. Qay darajada til biladi, bilmaydi, uni gaplashib chiqib aniqlashtiradigan narsa bu vaqtni oladi. Xuddi shunday. Ish beruvchi bo'lganimda ham men ham baribir sertifikat talab qilgan bo'lardim ekan. Xuddi bu to'g'ri. Demak, bo'lsa birinchi bo'lib suhbatda sertifikati borlar bilan gaplashiladi. Agar sertifikati borlar qoniqtirmasa, ular o'ta olmasa, keyin sertifikati yo'qlarga o'tiladi. Ish beruvchilarni oxirgi bizani opitdan kelib chiqib, asosiy tendensiya shunaqa. Shu joyga yana bir narsani so'ramoqchi edim. Yosh chegarasida 40 yoshgacha deyildi. Lekin bunda ham adashmasam qat'iy nima bo'lmasa kerak chegara. Ya'ni 40 dan oshgan odam, 41 yosh deylik, til darajasi zo'r, B2 darajadagi sertifikatga ega. Mutaxassislik bo'yicha ancha yillik tajribaga ega. Shunday holatda murojaat qilib Germaniyaga ketish imkoniyati qay darajada? Qonunan demak, ishchi vizani yoki Ausbildung vizasini 45 yoshgacha beradi. Elchixona qonunan beradi. Biza 40 chegarasida belgilaganmiz, o'z bizning loyihada shunaqa belgilangan. Nimagaki 40 dan oshganlarni ish beruvchi olish shansi past. Demak, ish beruvchi deb o'zingiz agar qaraydigan bo'lsangiz, siz u ishga ish bersangiz-ku, bir necha yildan keyin pensiyaga chiqadigan bo'lsa, qiziq bo'lmaydi.
Lekin shunaqa holatlar bor. 40 yaqinda mana 42 yoshlik akamiz keldilar. Nemis tilini juda yaxshi biladilar. Fachkraft bo'lib ishga. Yoki 43 yoshda kelgan Ausbildung qiladigan insonimiz ham bor, shunaqa kandidatimiz bor. Muammo emas. Agar nemis tilini yaxshi bilsa, siz aytganingizdek 41 yosh deylik, nemis tilini yaxshi biladi, muammo yo'q, topshirib ko'ring, hech narsa yutqizmaysiz. Отказ bersa отказ berdi. Agar qabul qilsa qabul qildi, hech narsa yutqizmaysiz. Lekin 41 yosh nemis tilini bilmayman, nemis tilini o'rganaman deb keyin boraman deydigan bo'lsa, biz aytamizki, undan ko'ra o'g'lingizni, qizingiz bo'lsa o'qiting. Chunki 41 yoshda nemis tilini qanchalik o'rganasiz hali mavhum. Shuncha vaqt sarfladingiz, mayli o'rgandingiz ham deylik. 2 yil, 3 yil umringiz ketdi. Ertaga ish beruvchi отказ bersa, vaqtingiz ketgan bo'ladi, afsus chekib qolasiz. O'shaning uchun nima deydi, ложный надежда bermaslik uchun, ishonch bermaslik uchun aytamizki, agar 40 dan oshdingiz, nemis tilini bilmaysiz, lutchi bolalaringizni o'qiting. Lekin ayrim holatlar bo'lishi mumkin. 41 yoshli kandidat Rossiyadan qanaqadir deport olgan, bolalar yosh, hali keta olmaydi, boshqa ish o'rni izlayapti. Shunday holatda ularga masalan menga ham ko'p murojaat qilishadi. 41 yoshman ketsam bo'ladimi, nima qilsam bo'ladi degan holatda men beradigan yagona tavsiya til darajasini yaxshilang. Qolgan yosh kandidatlarga nisbatan agar til darajasi zo'r, B2, C1 darajada bo'ladigan bo'lsa, menimcha ketish imkoniyati baribir 45 yoshgacha imkoniyati bor. Albatta. Demak, agar siz 40 yoshdan baland bo'lsangiz, imkoniyatingizni ko'rib chiqing. Qay darajada sizga zarur bu Germaniyaga ketish. Agar rostdan boshqa shans bo'lmaydigan bo'lsa, tilni o'rgangani ma'qul. Hech narsa yutqizmaydi. Tilni o'rganadi va til o'rgangandan keyin agar keta olmagan taqdirda ham boshqa imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Yana bitta nemis tilini biladi. Germaniya kompaniyalari kelyapti. Masalan, juda ko'p joyda ish o'rinlari ochiladi. Nemislar bilan hamkorlikda ishlash mumkin. Shunday holatda nemisni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, biz davom etamiz, xudo xolasa. Endi Simpson Privat akademiyasida hozir qanaqa yangiliklar ketyapti? Qanaqa vakansiyalar bor? Shular haqida bir gaplashsak. Xo'p, Simpson Privat akademiya mana necha yildan beri birinchi boshlagan yo'nalish Ausbildung edi. Ausbildungga bilasiz, o'qish avgust sentyabrdan boshlanadi. Demak, biza bu yilgi qabulimiz mart oyidan bo'ladi, mart aprelgacha bo'ladi. Bu yilgi sohalarni e'loni fevralda bo'ladi. Fevralda e'lon qilamiz qaysi sohalarga ochilishi. Undan tashqari Fachkraft. Fachkraft demak butun yil mobaynida qabul bo'ladi. Uni chegarasi, определённый vaqti yo'q. Topshirsa bo'ladi. Endi hozir nima yangiliklar? Yaqinda mana kelishuvga erishdik. Germaniyani o'sha Agentur für Arbeit, bu demak davlat tomonidan bandlik agentligi bilan hamkorlik loyihasini hozir boshladik. Demak, industriya sohasiga ishchilarni, demak, Ausbildung va Fachkraft O'zbekistondan olib kelish. Ular o'zligi ish beruvchilarni bizga taklifini berishadi, bo'sh o'rinlarni, o'sha har bir regionning o'zini bo'sh o'rinlarni berishadi. Biz u o'rinlarni O'zbekiston fuqarolariga taklif qilamiz. To'g'ri kelishsa, demak, o'sha o'rinlarni to'ldirish masalasi bo'yicha ketyapti. Undan tashqari Vietnam bilan ishlab kelgan tashkilot bor. Vietnamdan ko'p yillar davomida demak Ausbildungchilarni va Fachkraftlarni olib kelgan. Bizani loyihani demak yaxshi yurganini ko'rib, bizga murojaat qilishdi. Vietnamni yoshlari nemis tilini sizlarni o'zbek bolalarchalik gaplasha olmayapti, o'rganisha olmayapti. O'zbeklarni uspexi, demak, ko'rsatayotgan natijalari yaxshi bo'lganligi uchun biz joylarimiz bor. Vietnamliklar emas, o'zbekistonliklarni olaylik deyishdi. Biz jon deb rozi bo'ldik va hozir ular bilan ham kelishuvga erishdik. Xudo xohlasa, o'sha ular taklif qilayotgan, Vietnamlikga taklif qilayotgan joylarni endi hozir O'zbekiston yoshlariga taklif qilamiz, xudo xohlasa. Bu narsani o'zim ham ko'rdim. Aynan o'zbek yoshlari va boshqa chet ellik, xitoylik, Hindistondan yoki Vietnamdan o'qiyotgan yoshlarni men o'zim shaxsan ko'rganman. O'zim o'qiganligim uchun ko'rganman. Masalan, bizning guruhda bor edi. Xitoyliklar bor, 19 yildan beri Germaniyada yashayotgan. Turklar bor, misol uchun 15 yildan beri yashayotgan, 10 yildan beri yashayotgan, lekin o'zim guvoh bo'lgan narsa, ularni o'zlashtirishi bizdan past.
o'zlashtirish darajasi past. Faqatgina xitoyliklar nimaga rivojlanib ketyapti yoki Hindiston yoki boshqa sohalar nimaga rivojlanib ketyapti, ularda to'xtov yo'q ekan. Harakatdan to'xtash yo'q. O'zlashtirish qiyin, lekin to'xtash yo'q. Shuni hisobiga ko'proq bizda nima qilib ketar ekan. Lekin hozirgi adashmasam Germaniyaga qisqa vaqtda kadrlar kerak va bu paytda o'zbeklar qo'l keladi anchagina. Ya'ni dangasa bo'lgani bilan o'zlashtirsa zo'r o'zlashtirib keta oladi-da. Shunday. Keyin yana o'zbeklarni bizani преимуществоsi bizani til turkiy til oilasiga kiradi. Bu Yevropaga yaqin til. Demak, nemis tilini o'rganish osonroq ekan bizga. Vyetnamliklarni til oilasi bu Xitoy tillariga yaqinroq bo'lgani uchun ularga qiyin nemis tilini o'rganish. Hatto o'rgangan taqdirida ham gapirganda juda katta xatoliklar bilan gapirishadi, dialekt bo'ladi-ku, shunaqa gapirishadi. Ko'p holatda men o'zim ham Germaniyada ko'p turaman, anchadan beri yashayman, tushunmay qolaman. Nima gapiryapti? Boshqatdan gapirgin deb so'rab qolishga to'g'ri keladi-da. O'sha narsa. Undan tashqari, o'zbeklarni, mana vyetnamliklardan deylik, ustun jihati, o'zbeklar o'zini sohasiga tegishli bo'lmagan boshqa ishni ularga buyursa, jonli bajarishadi. Masalan, bu narsani olib chetga qo'yib qo'ygin desa, bajarishadi. Kelinglar hammamizni yig'ishtiringlar, ishlagan joyini tozalagin desa, jon deb qiladi. Keyin undan tashqari integratsiya masalalari ham juda muhimda. Masalan, futbol ko'p o'ynashadi. Nemislar ketdik, futbol o'ynaymiz desa, o'zbeklar jon deb borishadi. Vyetnamliklar ko'p holatda men shuni guvohi bo'ldim. Yo'q, bizga vaqtimiz yo'q, bormaymiz, xohishimiz yo'q deb borishmas ekan. Bu Vyetnamlik nemis xalqi uchun, ish beruvchi uchun juda muhim. Ular o'ylashadi, nimaga bular kelmayapti, yoqmayapti bu yerda ishlagan degan xavotirga tushadi. Shu tomondan o'zbeklar, o'zbek xalqi nima deydi, ochiq ko'ngil, do'stlashishga moyil. O'shaning uchun ham nemislarga juda ko'p yoqyapti shekilli. Vyetnamdan ko'ra o'zbeklarni olganimiz yaxshi degan qarorga kelishdi. Endi bir narsaga yana alohida to'xtalib o'tishimga to'g'ri keladi, chunki men hozir bir narsani aytgandim, ya'ni ozgina dangasalik bor bizda. Ya'ni o'zbeklar dangasa deganda kimdirlar qirqib buni har xil gap chiqarib olishi mumkin. Bizda realniy masalan o'zimni ham misol keltirishim mumkin, menda ham dangasalik bor. Agar o'zbek xalqi, shu O'zbekiston fuqarolari dangasalikni yengib, til o'rganib yaxshi harakat qiladigan bo'lsa, bemalol Amerikaga ham ketishi mumkin, Germaniyaga ham, har qanday davlatga ketishi mumkin. Faqat ozgina o'sha xitoyliklardan yoki vyetnamliklardan biz o'rganishimiz kerak bo'lgan ba'zi jihatlari bor ekanda. Misol uchun biz futbolga ketamiz, aytganingizdek, ketamiz, lekin juda ham ko'proq ketib boramiz. Shu tarafi bor. Har kuni futbolga chiqib ketadigan holatlar bor. Uni ham agar o'z o'rniga qo'yadigan bo'lsa, o'sha futbolga ham sal kamroq kerak paytda masalan nemislar chaqirgan paytda borib, doimiy futbol emas, ishni ham qilish kerak bo'ladi. Vyetnamliklar teskarisi, futbolga umuman chiqmaydi, faqat ishlaydi. Agar ikkalasini birlashtirib, ulardan biz harakatni, mehnatsevarlikni, to'xtamasdan o'qishni o'rganadigan bo'lsak, menimcha juda ham rivojlanib ketsak kerak. To'g'ri, to'g'ri. Keyin yana bitta tomoni bor. Bizanikilar juda pulga ko'p ro'joq qo'ygan. Yo'q, unday emas. Pulning ahamiyati juda muhim, juda yuqori ekan bizda. Bizda xalqda shunaqa ekan. Mana Ausbildungga borganda asosiy maqsad o'qish. O'zini sohasini mutaxassis bo'lib yetish. Bu uchun korxona katta pul tikadi. Bir mutaxassisni yetkazish diplomini olgunicha bitta korxona 70 ming yevrodan oshiqqa tushadi. Bu hali 70 ming tikta korxona, lekin hali uni adachasini olgani yo'q. U foyda keltirishni boshlamadi. To'liq ishga tushib, ishlash boshlagandan keyin ular hosilni ko'rishni boshlaydi. Ko'p holatda, aksariyat holatda deylik, qo'shimcha ish qidirishni boshlashadi. Endi to'g'ri, hamma tushunamiz, oilaga pul jo'natish kerak. Va asosiy fokusi qo'shimcha ishga berib qo'yishadi. Keyin ish beruvchilar bizga chiqishadi. Nega bu kelmayapti? Shu holatda bo'lyaptiki, kulgili. Kasalman deb yozdiradi, ishga kelmaydi-da. Nebenjob deydi nemis tilida, qo'shimcha ish. Shu yoqqa ketishadi. Keyin bilib qolamiz o'sha yerda yurganini. Bu yolg'on-ku. Aytadi, asosiy ishini qilib qo'y. Baholaring yaxshi bo'lsin, o'qishing yaxshi bo'lsin. Ausbildung bo'yicha, mutaxassislik bo'yicha hammasini qoyil qilib qo'y. Nebenjob qilishingga, qo'shimcha ishlashingga qarshiligimiz yo'q. Lekin qo'shimcha ish qilaman deb asosiy maqsadni tashlab qo'ymagan. Shunaqa tomonlari ham bor. Endi
hamma ham emas, lekin shunaqa insonlar ham ushlab turadi. Shuning uchun agar kimdir Germaniyaga Ausbildingga bormoqchi bo'lsa, asosiy maqsad Ausbilding qilib, o'sha yerda mutaxassis bo'lib yetish maqsad qilinglar. Qo'shimcha ish qilsanglar bo'ladi, albatta bu hech kim taqiqlamaydi, lekin ish beruvchi ko'radi. Yaxshi o'qiyaptimi yo'qmi, baholari yaxshi bo'lsa, keyin qilishga ruxsat beradi. Keyin yana bir narsaga to'xtalib o'tsak, bu menimcha sizlarni juda ham ko'p tashvishlantirgan narsa bo'lsa kerak. Biz o'zbeklarda endi ko'pchiligimizda borki, tanish bilish degan narsa bor. Aytaylik, bir chekka qishloqdan Eshmat degan bola til o'rgandi, Ausbildingga hujjat topshirdi, Germaniyaga qabul qilindi, vizasi ham chiqdi, ketdi Germaniyaga, o'qishni ham boshladi. Endi bitirish arafasida qayerdadir dadasini o'rtog'ini o'g'limi nimadir tanishi chiqib qoladi va shu holatda Ausbilding tashlab chiqib ketish yoki Ausbilding o'zgartiradigan fikr to'g'ri kelib qoladi yoki endi ishga kirgan paytda ishni o'zgartirish to'g'ri kelib qoladi. Mana shu holatlarda ularga qanaqa chora ko'riladi yoki qanaqa ularni o'zlariga zarar yetkazadi mana shu holatlar? Xo'p, bizning loyiha bilan Ausbildingga ketadiganlarga talabi shunaqaki, demak 3,5 yil deylik Ausbilding bo'lsa, 3,5 yil Ausbilding bitirgandan keyin 2 yil o'sha korxonada qolib ishlab berish majburiyati bor. Ishlaganda ham tekinga emas, to'liq oyligini olib ishlaydi. 2 yildan keyin u ixtiyor o'zida, xohlasa qoladi, xohlasa ketadi. Lekin korxona ularni qolib uzoq yil o'sha yerda ishlashi tarafdori. Chunki shuncha pul tikib qo'ygandan keyin albatta o'sha mutaxassis qolishini xohlaydi. Har bitta fuqaro bizning loyiha orqali ketayotganlar Tashqi mehnat migratsiya agentligi bilan shartnoma qilib ketishadi. Va shartnomada o'zi punktlari bor, ko'rsatilgan. Demak, o'sha ish beruvchi bilan kelishilgan shartnomani qoidalarini buzsa, shtraf ko'zda tutilgan. Adashmasam 165 millionga to'g'ri keladi. O'sha minimalga qanchadir 500 minimalni shunaqa qo'yilgan. Endi uni o'zi Tashqi mehnat migratsiya agentligi bilishadi. Agar shartlarni bajarmasdan, oxirga yetkazmasdan ketib qoladigan bo'lsa, shunday holatlar ko'p bo'ladi. O'zbeklar o'rtog'i bo'ladi, boshqa shaharda mana bitta ikisini ko'proq beryapti, kelgan desa ham ketgisi kelib qoladi. Unda majbur bo'lamiz, ish beruvchi bizga chiqadi xat bilan va biz Tashqi mehnat migratsiya agentligiga shuni yetkazishga majbur bo'lamiz va sud jarayoni boshlanadi. Ya'ni sud bo'lgandan keyin ham baribir unga Germaniyada qolish imkoniyati pasayib ketadi, shundaymi? Unaqa desa ham bo'ladi, unaqa demasa ham bo'ladi. To есть imkoniyat pasayadi anchagina avvalgi holatga nisbatan. Shunday. Mana bunaqa narsada ish beruvchi siz ishga kirayotganingizda sizni Lebenslauf deydi, ma'lumotnomangizni ko'radi. Qayerda ishlagansiz, nima qilgansiz. Xohlasa oldingi ish beruvchilaringizdan kontaktga chiqib so'rashi mumkin. Qanaqa odam haqingizda ma'lumot olishi mumkin. Mana hammaga maslahat. Bu O'zbekistonda bo'ladimi, Germaniyadan bo'ladimi farqi yo'q. Ishga kirayotgan bo'lsangiz, ma'lumotnomangizda bitta ishxonada 2 oy ishladi, ketdi. 3 oy ishladi, ketdi. 4 oy ishladi, ketdi bo'lsa, bu сразу подозрение uyg'otadi. То есть bu inson o'zi qanaqa ekan? Bitta joyda uzoq ishlamas ekan, ketar ekan. Yo, lavzida turmaydi, javobgarlikni his qilmaydigan odam. Yoki qanaqadir muammosi borki, odamlar bilan chiqish olmaydi. Ko'p ishini o'zgartiradi. Shunaqa holat yaxshi emas va ish beruvchi ishga qabul qilayotganiga negativ ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holat. O'shaning uchun ish beruvchi qaraydi albatta bu narsaga va ertaga O'zbekistonga baribir keladi, bir kun emas bir kun O'zbekistonda muammo bo'ladi. Va Tashqi mehnat migratsiya agentligi bilan dogovor qilayotganda, shartnoma qilayotganda kafil inson bo'ladi, albatta, oilasidan kimdir kafillik beradi. Kafil insonga tushadi bu muammo agar qaytib kelmagan taqdirida ham. Baribir men ish beruvchi bo'lganimda ham chet eldan kelgan o'zbekka emas, o'sha o'zimda boshqa konkurentim bo'lsa ham, o'sha nemischa gapiga ishongan bo'lardim. Misol uchun, seni firmangda ishladimi? Ishladi. Nimaga ketdi u bola? degan paytda baribir u maqtamaydi-ku. Masalan, urushib chiqib ketgan, chala tashlab chiqib ketdi, boshqa bo'ldi yoki indamasdan chiqib ketib qoldi. Bilmayman deydi, to'g'rimi? Baribir bilmayman, yaxshi emas, rasvo bola, bo'lmaydi, tavsiya qilmayman desa bo'ldi. Vizasi cho'zdirib bo'lmaydi va yana O'zbekistonga qaytib kelishiga to'g'ri keladi. Menimcha elchixonada ham keyinchalik muammo qilsa kerak. Qayta Germaniyaga ketaman degan paytda ham, chunki viza tarixida bu narsa qoladi-ku. Germaniyaga ketgan, ishdan bo'shagan,
muammo qilgan, qaytib kelgan, o'sha yana qayta viza olish ehtimolligi menimcha anchagina pasayib ketsa kerak. Germaniyaga ketishni istayotgan yoshlar bo'lsa, o'sha yoshlarga qanaqa tavsiyalar qilgan bo'lardingiz? Nimalarga e'tibor qaratishsin va nimalarni qilishmasin? Demak, Germaniyaga ketmoqchi bo'lgan inson avvalambor birinchi o'rinda til. Demak, nemis tilini o'rganish kerak. Qaysi yo'nalish bo'yicha, qaysi sohaga ketishdan qat'iy nazar nemis tili talab qilinadi. Nemis tilini qo'rqmasdan boshlab o'rganishsa bo'ladi. Ikkinchisi, qaysi sohaga ketmoqchi? Buni oldindan O'zbekistonda hal qilish kerak. Ko'pchilikda shunaqa bo'ladiki, "Aka, men terminim bor. Menga tez kontrakt olib bering, qaysi ish bo'lishidan qat'iy nazar" deydi. To есть shunaqa odamlarda fikr bor ekanki, Germaniyaga borsam bo'ldi, men u yoqda o'zim bilaman, o'zim hal qilaman degan fikrlar bor. Men maslahat bermasdim bu ishni qilish. Ketyapsizmi? Aniq sohani tanlang. Qaysi sohada ishlayman yoki qaysi sohada o'qiyman? Karyeramni qaysi sohada ko'raman? O'shani tanlang-da va o'sha sohaga topshirib boring. Birinchisi, siz qaysi ish beruvchiga kontrakt olib, Germaniyaga borib olib, keyin o'zgartiraman deyishidan qat'iy nazar, ish beruvchini aldagan bo'lasiz. Chunki ular sizga kontrakt qilishi uchun pulini sarflaydi, vaqtini sarflaydi, energiyasini sarflaydi. Demak, halol emas bu tarafdan qaraydigan bo'lsak ham, qilayotgan ishingiz yolg'on bo'ladi. Ertaga siz karyera qurmoqchisiz, hayotingizni Germaniyada yengitdan boshlamoqchisiz. Siz agar yolg'on ustida quradigan bo'lsangiz, shunga yarasha hayotingiz ketadi. Maslahat bermayman. Keyin agar siz bordingiz, aniq maqsadingiz bor. Men hayotimni, kelajagimni Germaniya bilan bog'lamoqchiman. Oilamni, farzandlarimni o'sha yerda katta qilmoqchiman. Siz o'zingizni aniq maqsadingizni qaysi soha bo'lsa, sohani belgilang, shu bo'yicha o'qing. Keyin bolalaringizni, oilangiz uylansangiz, oilangizni olib ketasiz. Bolalaringiz o'sha tug'iladi. Yaxshi tomoni, kelajak uchun Germaniyaning yaxshi tomoni, birinchisi sotsial ekonomika deydi. Sotsial qo'llab-quvvatlovchi davlat. Bog'chalari tekin yoki arzimagan to'lovi bor bolalar uchun. Maktablari ham xuddi shunday tekin. Institutga kiramansa, institutlari tekin, davlat institutlari. Yaxshi bilim beradi. Germaniyaning institutlarini bitirib chiqqan mutaxassislar butun dunyoda talab katta. Ayniqsa mana Fors o'lka davlatlari, arab davlatlari juda ko'plab Germaniyadan mutaxassislarni o'zini industriyasini rivojlantirish uchun olib ketishyapti. Yaxshi oylikka. Germaniyadan 2-3 barobar ko'p oylik berib olib ketishyapti. Islomiy davlatlar, arab davlatlari. Demak, o'zingiz uchun ham, kelajagingiz uchun ham yaxshi, bolalaringiz uchun ham yaxshi. Keyin Amerikaga ketishadi masalan ko'plar. Yaxshi davlat, lekin Amerikada institutda o'qish juda qimmat. Kamida 20 mingdan boshlanadi 1 yillik kontraktlar. Amerikaning o'zining fuqarolari ham kredit olib, bolalarini o'qitib, juda ko'p yillar davomida kreditini to'lab yuradi. Germaniyada bu narsa tekin. Shuning uchun yaxshi bolalaringizga bilim, yaxshi kelajak berishni niyat qilgan bo'lsangiz, bemalol Germaniyaga ketsangiz bo'ladi. Faqat o'sha maslahat to'g'ri yo'ldan, yolg'onsiz boshlang, hayotingiz ertaga yaxshi bo'lishi uchun, farovon bo'lishi uchun. Men o'zimga ham ko'plab aloqaga chiqishyapti. Ya'ni menga Yerevandan taklif tushyapti, Bakudan ketasan deyapti degan holatlar ko'p bo'ldi. Men bu haqda tushuncham yo'q edi. Hozir sizdan ancha tushuncha oldim. Shu holatda men Qozog'istondagi Germaniya elchixonasiga aloqaga chiqdim. Ya'ni Germaniyadan turib, Berlindan turib aloqaga chiqdimda aytdimki, hozirda Toshkentda elchixonasida ochirit ko'p, rostdan ham ochirit ko'p, ochirit yo'q hozircha yaqin orada. Lekin Qozog'iston elchixonasida 2 haftadan keyinga bo'sh joylar bor hujjat topshirish uchun. Shunday holatda men O'zbekiston fuqarosi sifatida Qozog'istonda borib hujjat topshira olamanmi deganda отказ javobini oldim. Qo'shimcha xat keldi email orqali. Hurmatli Dilmurod Yodgoraliyev, siz topshira olasiz, faqatgina Qozog'iston, siz aytgandek, Qozog'iston hududida 6 oy davomida o'sha rasmiy ro'yxatdan o'tib yashagan bo'lsangiz, xoh doimiy, xoh vaqtinchalik bo'lsin, ro'yxatdan o'tib yashagan bo'lsangizgina topshira olasiz deyapti. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, masalan, boshqa yurtdoshlarimizga agar sizga ish taklifini berishsa, siz Rossiyada bo'lasizmi, O'zbekistonda bo'lasizmi, boshqa joyda bo'lasizmi, tezroq ketish maqsadida hech qachon Bakudan ketasiz joyiga ishonmang. U 100% yolg'on va mashiniklar. Shunaqa odamlar chiqdiki menga 30 million, 40 million atrofida pulni to'lab qo'ygan. Bankka hisobga deb pul olgan, elchixonaga ochiritga deb yana pul olgan,
yana sug'urtaga deb pul olgan, Germaniya banki shot olasiz deb yana pul olgan. Ana shunaqa holatda umumiy yig'ilgan pul 3000, 6000 gacha uxlatib ketganlar bo'lganda, endi menga bitta narsa qiziqtiradi. Nimaga aholimiz, fuqarolarimiz o'sha 3000, 6000 ni o'ziga tikmaydi? Misol uchun, menda til kurslari bor bizda, kurs narxi arzimagan summada. O'sha 3000 ga u butun oilaviy a'zolari bilan birgalikda nemis tilini o'rganib Germaniyaga ketsa bo'ladi-da, shuncha pulga. Lekin yo'q. Shu nima qilib bo'lsa ham, tez-tez qing'ir yo'l bilan bo'lsa ham vizani chiqarib berar ekan, boshqa bo'lar ekan deb pulni beradi. Qarabsizki, shuncha pulga kuygan bo'ladi. Keyin hech qaysi bir firmaga ishonmay yuraveradi. Asosiy muammo tilda-da. Ko'pchilik tilni o'qigisi kelmaydi, erinadi, o'ziga ishonmaydi. O'shanga chiqishadi, bizga ham chiqishadi-da. Nemis tilini bilmaymiz, rus tilida gapirisha olaman. Necha pul bo'lsa beramiz. Shu olib keting, Germaniyaga jo'natib yuboring deydi-da. Xo'p, mayli borarsiz ham. O'sha inson boradi Germaniyaga. Bor, shunaqalar ham bor. Polshadan, o'tdan bu yerdan kelganlar. Ofitsialni ishga kirisha olmaydi. Qora ishga kirish mumkin. Germaniyada mana tushunishinglar uchun qora ish nemislarni o'zi aksariyat holatda taklif qilmaydi. Mumkin boshqa millat vakillari, afg'onlar, siriyaliklar, pokistonliklar yoki turklar berishi mumkin. Ular sizni nelegal ishlayotganingizdan xabari bor va sizga bozordan kamroq oylik beradi. Bu biri. Ikkinchisi, ko'p holatda shunaqa holatlarga duch keldikki, eshitdik, o'sha pulini ham oxirgacha bermay ketadi. Va siz borib dodingizni hech kimga ayta olmaysiz. Sizni biladi, hech kimga bormasligingizni, borgan taqdiringizda ham o'zingizni deport qilib yuborishligini biladi. O'shaning uchun sizga pulini ham bermasdan ketadi. O'shaning uchun hech kimga maslahat bermayman, nelegal bo'lib yoki tilni bilmasdan borishi. Tilni bilmasdan borib olgan taqdirida ham, xo'p, qaysidir ish beruvchi tilni bilmasdan ham olaman deydi. Bordingiz, yoqmadi sizga ish. Yoki ish beruvchiga siz yoqmadingiz. Bo'shab yuborishim mumkin. 6 oy probatsiya degan narsa bor. Испытательный срок. Keyin o'zim qolaman o'sha yerda ish topaman deysiz. Topa olmaysiz. Tilni bilmagan odam juda qiynaladi. Shuning uchun maslahat bermayman hech kimga tilni bilmasdan borishga. Aynan shunaqalar menga chiqdi. Ikkita ajoyib holat bo'ldi. Birinchi holati aka deb yozyapti. Hozir Germaniyadaman, bolnitsadaman. Inson qo'pol bo'lsa ham misol sifatida keltirib o'tish kerak, chunki til bilmagan odam qanaqa holatga tushadi. Qo'lim shilindi, yiqildim. Qo'limni davolashyapti, lekin meni ichim kelmayapti deydi. Qornim og'riyapti. Qanaqa aytaman ularga deyapti. Yordam bering, men ayta olmayapman shuni deydi. Endi bolnitsada yotibdi-da, unda hech qanaqa tarjimon bo'lmaydi, telefon bo'lmaydi. Qorni og'rib turgan odam internetda qidirib, uni tarjima qilguncha ham juda ko'p vaqt ketib qoladi. Yoki hushdan ketgan bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Nima muammosi bo'lsa ayta olmaydi. Bu birinchi holat. Ikkinchisi, bitta bola o'g'irlikda gumon qilingan. Endi o'xshash chiqib qolgan, gumon qilingan, o'zini oqla olmaydi. Hech qanaqasiga o'zini oqla olmaydi. Chunki tilni bilmaydi-ku. Nemislar bunga nima savol beryapti? Sen o'g'irlik qilganmisan desa, ya, nein deb tursa, u bo'lmaydi-da u. U avtomatik ravishda gumondorga tushib qoladi. Keyin ana aytganingizdek, boshqa davlatlardan o'tadiganlarga bir reklamani ko'rdim. Bitta nemis emas u, aniq. Boshqa yevropalik ayol turibdi va bir o'zbek bola turibdi. Shunaqa taklif bildirishyaptiki, sizga Latviyani, Litvani, qaysidir davlat, Vengriyani nimasini vizasini olib beramiz. O'sha kelgandan keyin Germaniyaga o'tasiz degan. Endi u baribir noqonuniy bo'ladi. U siz aytgandek ishlashi mumkin, lekin hech qanaqa rasmiy registratsiya qilinmaydi. U soliqdan qochish bo'ladi, baribir ish beruvchini ham ushlasa yoki ish joyida ushlasa deport. O'sha kungacha deport. Hozir juda ko'p o'zbeklar bor. Men o'zim buncha ko'p deb o'ylamasdim. Anchagina ko'p ekan yurtdoshlarimiz, Germaniyada o'sha boshqa nelegal bo'lib yurgan, lekin hammasida bir muammo bor. Hammasi qochib yuradi. Xuddi Rossiyada qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa. Har kuni masalan metroda kimdir ushlab olganini ko'ramizda. O'shaning uchun hurmatli yurtdoshlar, agar Germaniyaga ketmoqchi bo'lsangiz, o'sha O'zbekistondagi elchixonadan va iloji boricha to'g'ridan-to'g'ri Germaniyaga qonuniy ketish harakatini qilish kerak baribir. Qing'ir yo'llarni qidirib yoki boshqa narsa qilganni foydasi yo'q. Endi oylik masalasi haqida bir to'xtalib o'tsak. Endi yurtdoshlarimiz eng ko'p qiziqtiradigan savollardan biri baribir oylik. Firibgarlar ham aynan shu oylik masalasini o'rtaga qo'yib aldashyapti, boshqa narsa qilyapti. O'shaning uchun oylik masalasi haqiqatan Germaniyada bugungi kunda taxminan qancha? Va qanchasi o'ziga qoladi? To'g'ri aytdingiz.
ko'p yolg'on xabarlarda ishga Germaniyaga olib ketamiz degan xabarlarni biz ham ko'ramiz. 3000, 4000, 5000 oylik beramiz degan narsalar bor. Katta oylik beryaptimi, demak bilingki, aksariyat holatda bu yolg'on bo'ladi. Demak, oylikka keladigan bo'lsak, Ausbildung yo'nalishida o'qish, o'sha 3,5 yil deylik, o'qish yo'nalish paytida 950 dan 1200 gacha brutto oylik olishadi. Demak, hozir aytadigan hamma sifralarim bruttoda bo'ladi. Brutto bu soliqli yechilmagan holatda, yechilganda netto bo'ladi. Demak, Ausbildung tugaganidan keyin, to'liq ishga o'tgandan keyin oyliklar soatiga o'rtacha 16-17 yevro soatiga bo'lyapti. Fachkraft yo'nalishida ketayotganlar hozirgi kunda brutto 13,5 yevro soatiga berilyapti. Demak, Germaniyada ish qonun bo'yicha haftasiga 40 soat, demak 160 ga ko'paytirasiz, 4 hafta bo'lsa. Endi boshlanishi fachkraftga 2200-2300 atrofida bo'lyapti. Ausbildung bitirgandan keyin 2,5 mingdan boshlab bo'lyapti. Endi xarajatlarga keladigan bo'lsak, Ausbildung mahalida yashash sharoiti shunaqaki, 3 xonali kvartirada o'rtacha 2 kishi turadi. Har bir kishiga o'rtacha plus minus joyiga qarab 300 yevrodan tushyapti arenda puli. Undan tashqari yeb-ichish bor. Yeb-ichish 200 yevro atrofida ketadi. Endi restoranga borib yesa ham bo'ladi, undan ham ko'p ketadi. Endi o'rtacha hozir bizning bolalar ketkazayotgan pul shunaqa. Undan tashqari transport bor, telefon, internet bor, yana qo'shimcha 100 yevro. To есть borganda minimal 600 yevro xarajati bor. Demak, agar 1000 deylik olsa, o'shandan qo'liga tegayotgani 800 netto bo'ladi. 800 dan 600 xarajati bir oyga bor. Endi bu испытательный пробацайт deydi. Испытательный срок mahalda bu birinchi 6 oyda. Undan keyin nebenjob qo'shimcha ish qilish imkoniyatiga ega. Qo'shimcha ish qilganida 538 yevrogacha qo'liga tegadigan topish mumkin. Agar 200 orttirib qolsa, yana 538 topish mumkin. 700 gazeta atrofida pul topish mumkin. Endi Ausbildungni hop o'qiyapti. Nima butun 3 yil davomida faqat shunaqa oylik bo'ladimi? O'smaydimi? 1000 yevro bilan bo'ladimi degan savolga javob yo'q. O'sish mumkin, imkoniyati bor. Garantiya emas, albatta o'sadi degani emas, lekin o'sish mumkin. Masalan, mana bitta bolamiz ikkinchi yili Ausbildungda soliqlarni yechganida, kvartirani yechib qolganida aytdiki 1200 qavat tushyapti menga. 1200 netto qo'liga tushyapti. To'g'ri, u firmada qolib, o'sha Uberstunden deydi, qo'shimcha ishlayapti, lekin qo'liga shuncha pul qolyapti ikkinchi yili. 3-yilgi bola 1800 deb aytdi. Qo'liga tushayotgani. U kvartira firma olib beradi, firmada keyin oyligidan yechib olib qoladi. 1800. To есть bu degani hammada shunaqa bo'ladi degani emas. Lekin siz agar o'zingizni yaxshi ko'rsatsangiz, firmada yo'qsa firmaga qotgan ishingiz, shunaqa oylik oshish imkoniyatiga ega Ausbildung mahalda ham. Baribir bu xarajatlar, oyliklar, bu baribir Bundeslandlarga qarab o'zgaradi. Albatta. Chunki siz aytgan kvartira narxini oldingi videolarimizda ko'p ko'rganman. Buncha arzon kvartirani qayerdan topsak bo'ladi? Endi biz Berlinda yashaganmiz, Berlinda nisbatan qimmatroq-da. Kvartira oddiy 2 xonali kvartira 1200 atrofida ham tushadi. Lekin o'sha boshqa shaharlarda, Erfurtda adashmasam 560-600 yevro o'sha kvartira. Endi mana hozir Germaniyada ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak, katta muammo krizis, ipotechniy krizis, to есть uylar yetishmasligi. Ayniqsa demak g'arbiy Germaniya o'lkalarida juda katta muammo. Biz eshitdik, boshqa firmalarda vizasini olib tayyor bo'ldi, ketaman degan joyda firma отказ qilib kelmay turlaring degan momentlar bo'lib qoldi. Asosiy muammosi yashash uchun uy topib bera olmaganligi uchun. Firma bormaylar, to'xtaylar degan joylar ham bo'lgan. Vostochniy, demak, sharqiy o'lkalarda demak uy masalalari yengilroq. Bu yerda o'sha bilamiz, GDR
taraf bo'lgan, Sovet влияниясida bo'lgan joy. U yerda o'sha bizani panelniy domlar deydi. Demak, sovetskiy domlar bor. O'sha yerda yashasa bo'ladi. Ular ancha arzon, imkoniyat bor. Mani nazarimda, to есть shunaqa joydan kelib boshlab Germaniyaga integratsiya ancha oson kechadi, yengilroq bo'ladi. Keyin yana bir narsaga to'xtalib o'tsak, ko'pchilik o'ylaydi, Bavariyaga borsang oylik katta yoki Berlinga borsang oylik katta yoki nisbatan baribir 200 euro, 300 euro razlika qiladi-ku oylik masalasida ham. Lekin xarajat masalasida hisobga oladigan bo'lsa, deyarli bir xilga tushar ekan. Masalan, Berlinda sal kattaroq oylik olsa ham, u kvartiraga to'laydigan nimasi, xarajat kattaroq, yeb-ichish xarajatlari sal kattaroq, shuni hisobiga baribir o'sha pul qolar ekan. Undan ko'ra o'sha kvartira arzonroq, topish osonroq, o'sha taraflarga ketgan anchagina nima ekan, ma'qul ekan. Germaniyani soliq sistemasi qiziqda. Siz qancha ko'p oylik topganingiz sari shuncha ko'p soliq yechib qoladi sizdan. Masalan, meni o'zimni birga o'qigan o'rtog'im bor. Gamburgda turadi, katta shaharda turadi, oyligi yuqori menda. Lekin hisoblab chiqsak, topayotgan oxirida qoladigan pulimiz bir xil ekan. U to'layotgan kvartira xarajatlari, solig'i, men xarajatlarim bilan oxirida minus qilganda qoladigan puli bir xil ekan. Shunday. Shuning uchun u yoqqa katta shaharga borib, mayli kvartira qimmat, to'g'ri, oylik ham olasiz, kvartira to'lashga ham tayyor bo'lasiz. Lekin o'sha kvartiraning o'zi ham yo'q-da. Masalan, Myunxenda kvartira nihoyatda qimmat. Mayli o'sha to'lashga rozi bo'lgan taqdiringizda ham kvartirani topish o'zi azobda. Oson emas. Shuning uchun Germaniyaga birinchi kelayotgan insonga maslahatim katta shahardan boshlamasin. Kichikroq shahardan, arzonroq joydan, nemislar ko'proq yashaydigan joydan. Chunki katta shaharlarda Auslander deydi Germaniyada. Boshqa chet el fuqarolari yoki chet el millatlari ko'pda, arablar, turklar, boshqalar. Va u yerda nemis tili gapirishi kamayib ketgan. Masalan, Gamburgda yashaydigan o'rtog'im aytadi, menga ingliz tilini o'zi yetadi, nemis tilida ko'p muloqot qilmayapman deydi. Nemis tilim esimdan chiqyapti deydi. Ishxonada ishlaydigan joyi ham ingliz tilida, endi katta kompaniyada ishlaydi. Bu yoq kichkina shaharlarda majbursiz nemis tilida gaplashishga. Nemis tilingiz yaxshi rivojlanadi, tez rivojlanadi. Endi albatta ko'pchilikda shunaqa savol bo'ladiki, hozir men aytgan gapimdan keyin mana ingliz tili bilan borsa bo'lar ekan, nemis tilini ham bilmasa bo'lar ekan. To'g'ri, borsa bo'ladi, lekin baribir kundalik hayotda nemis tili do'konga chiqqaningizda nemis tilini gapirishingiz kerak bo'ladi. Lekin baribir nemis tilini o'rganishga har qanaqa holatda ham Germaniya majbur qilib qo'yar ekan. O'zimning xonadoshlarim ham bor edi. Ingliz tili bilan Germaniya xususiy universitetiga borgan. Lekin baribir qarayaptiki, iloji yo'q. Nemis tilini o'rganish kerak ekan. Keyin u ham kurs qidirishni boshladi va o'qishni boshladi. Masalan, uyga bitta xat kelsa ham, boshqa narsa bo'lsa ham baribir nemis tilida kelyapti. Shunday. Do'konga chiqsa ham baribir nemis tili bo'lyapti. Hamma joyda nemis tilini bilmagan odam ko'p qanday yeyishi mumkin ekan. Keyin bitta narsani ko'rib qoldim. Baribir musulmon davlatlardan borgan odam halol narsa qidiradi. Borganda masalan cho'chqa nimaligini bilmagandan keyin ertaga cho'chqa produktasi bor yoki yo'qligini bilmay qolishi mumkin. Menda shunaqa situatsiya bo'lgan. Shokolad tarqatyapti. O'qituvchimiz shokolad tarqatyapti-da. Men "Yeysanmi?" dedim. "Yeyman." Xo'p, keyin men dedi, keyin so'radim. "Cho'chqa mahsuloti yo'qmi?" desam, endi baribir shirinlikka ham har ikki qarshi so'rab qo'ydim. "Yo'q, cho'chqa yo'q ekan" dedi, o'qib ko'rdi. Keyin olib o'qib qarayapman, alkogol bor ekan. Shunaqa holatda ham baribir til bilsangiz, ozgina nima bo'lsa, anchagina plyus berar ekan. Albatta, albatta. Shonasir aka, aytaylik, kandidat tayyor bo'ldi. Ausbilding nimaligi haqida aytdik ularga. U sertifikatlari bor, migratsiya orqali sizlarga aloqaga chiqdi, topshirdi hujjatlarni. Endi vizasi ham chiqdi. Endi Germaniyadagi ketadigan bosqichlar, ya'ni aeroportdan qo'ngandan keyin unga qanaqa imkoniyatlar bor, sizlar tomonidan qanaqa qo'llab-quvvatlashlar bor, o'sha haqida ham bir gaplashib o'tsak. Demak, fuqarolarimiz kelgandan keyin polni integratsiya masalalarida ham qo'llab-quvvatlaymiz. Demak, aeroportda kelib qo'nganidan boshlab, aeroportda kutib olamiz. Mashinada o'zimiz yashash joyiga olib borib qo'yamiz. Yashash kvartirasini bizni talabimiz shunaqa ish beruvchilarga o'zligi qilib berishligi kerak. Demak, arendaga olishligi kerak, depozit puli bor deydi, o'tda 2 oylik pulini to'lash kerak. Undan tashqari Germaniyada kvartira arendaga olsangiz, o'tda mebeli, hech qanaqa jihozi bo'lmaydi. Shu jihozini ish beruvchi qilib berish kerak.
Va ko'p holatda kechki payt bo'ladi yoki shanba oxirgi to'g'ri kelib qoladi. O'sha 2-3 kunlik yeb ichishga ovqat ham oziq-ovqat qilib beradi. Shunaqa bo'ladi. House buildingda kelsa, house building oxirigacha korxonani kvartirasida turishadi. Faqat oyligidan o'sha kvartirani arenda pulini yechib qoladi. Qolgani korxonani mulki. Faqratga keladigan bo'lsa, birinchi 6 oylikda ko'p holatda 6 oylikda korxonani kvartirasida turishadi, keyin o'zligi kvartiraga chiqishga to'g'ri keladi. To есть chiqishadi, uni biz yordam beramiz topishga boshqa. Endi faqratga kelganda ko'pincha oilasini ham olib kelmoqchi bo'ladi. Oilasi uchun alohida kvartira bo'lgani ma'qulroq. Baribir 6 oydan keyin chiqishga oilasini olib kelish uchun alohida kvartira olishga to'g'ri keladi. Shunday. Undan tashqari Germaniya juda byurokratik davlat. U yerda ham bizga o'xshagan propiska, ro'yxatga o'tish degan narsa bor. Anmeldung deydi. Uniga yordam beramiz. Bank konto, demak, bankdan hisob raqam ochishga yordam beramiz. House arts, masalan, doktorga borsangiz, u yerda to'g'ridan-to'g'ri xohlagan specialistga bora olmaysiz. Birinchi house artsga borishingiz kerak, demak. Bu oilaviy shifokor degan. Unga ro'yxatdan o'tish, aloqaga chiqishga yordam beramiz. Telefon yoqtirish, oddiy telefon sim kartani olib yoqish ham katta muammoda. Sim kartani sotib olib turib telefoningizga qo'ysangiz ishlamaydi. O'ta ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Onlayn video ro'yxat bor. Shunaqa narsalarni qilish kerak. Shularda yordam beramiz. To есть hamma integratsion masalalarida biz o'sha yerdamiz. Har doim bizning ofisimiz bor, telefonlarimiz ishlab turibdi. Aloqalarimiz, Telegram gruppalarimiz tashkil qilingan, o'sha yerda kelganlar uchun alohida. O'sha yerda hamma qanaqa savol bo'lsa, integratsion masalalar bo'lsa, hammasiga o'zimiz yordam beramiz. Undan tashqari, masalan, viza beradi, viza 6 oyga yoki 1 yilga beradi. Maksimum. Keyin Aufenthaltstitel deydi, ID karta olish kerak Germaniyada. Uni ham o'zimiz yordam beramiz, termin olishga yordam beramiz, hujjatlarni ro'yxatini beramiz, hujjatlarni yig'ishga yordam beramiz va ular borib topshirish shart emas. Hujjatlarni bizga berishadi, biz o'zimiz elektron jo'natamiz, Ausländer Behörde deydi, shunga jo'natamiz. Faqatgina отпечатка пальцев, qo'l barmoq izlarini qo'yishga va tayyor bo'lganda olishga borishadi. Hammasi biz o'zimiz yordam beramiz. Menimcha bu juda ham yaxshi imkoniyatlar berar ekan, ya'ni kandidatlar uchun. Chunki o'zim ko'rgan ko'p narsalar muammolarga duch kelganman-da. Masalan, o'zim xonadoshlarim, o'sha birga yurgan do'stlarimizda ko'p bo'lgan. Kvartira olishimiz kerak. Kvartira olish uchun bank kartasi bo'lishi kerak, kredit karta. Kredit karta olish uchun esa kvartirasi bo'lishi kerak, propiskasi bo'lishi kerak. Mana shu ikkalasi chiqib bo'lmaydigan kolisiya bo'lib qolar ekan, rostdan ham. Boshida bir podkastda ko'rdim shu narsani, lekin o'z ko'zim bilan ko'rgandan keyin shu narsaga amin bo'ldimki, rostdan ham qiyin. Birinchidan kvartira topish qiyin. Kvartirani olish uchun karta bo'lishi kerak. Ikkalasi juda ham muammo narsa-da. Mana shu holatda agar yordam berilsa, menimcha yurtdoshlarimiz uchun anchagina yengillik bo'ladi. Yangi borgan odam uchun sirasida depressiya bo'lib qolmaydi. Keyin yana bitta narsa, yangi kelganlar uchun biz ish beruvchilarga aytamizki, avans bergin. Chunki kelganda puli bo'lmaydi. Yeb ichib turish uchun oyligigacha pul bergin deymiz. Ko'p holatda 150 yoki 200 euro avans tashlab beradi. Uni ham bank shotga tashlab beradi. Naqd bermaydi-da. Keldimi, bank shot ochish kerak. Bank shot ochish uchun shtoyer nomer deydi. Bizani INN ga to'g'ri keladi. Shunaqa nomer kerak. U INN nomerini propiska qilganingizdan keyin keladi. Propiska qilasiz, keyin avtomatik 2 hafta ichida sizga INN nomer keladi. INN nomer kelgandan keyin siz bankka borib shot ocha olasiz. Bu orada 3 hafta, 4 hafta o'tib ketdi degani, 1 oy o'tib ketdi degani-da, pulsiz yurmaydi. O'shaning uchun bizda shunaqa imkoniyat borki, banklar bilan aloqamiz yaxshi. Aytamizki, sen shotni ochib berib tur, shtoyer nomer, INN nomer kelgandan keyin biz beramiz alohida deymiz-da. Ular o'sha kelgandan keyin 1-2 kun ichida bank shotini ochib berishadi. Srazu puli keladi. Foydalansa bo'ladi. Shonosir aka, keyin yana bir narsa haqida gaplashib o'tsak, hozirda viza onlayn tizimga o'tkazdi deganda juda ko'p internet nashrlarda chiqib ketdi, boshqa bo'ldi va juda ko'p savollar kelisha boshladi. Qanaqa bo'ladi u? Kimlar topshira oladi? Odamlar o'ylaydiki, hamma hozir to'g'ridan-to'g'ri viza onlayn topshirib Germaniyaga ketsa bo'ladi degan nimaga keldi, fikrga kelib qoldi. Shunga o'sha yangi viza qonunlari haqida bir to'xtalib o'tsak, qisqacha bo'lsa ham. Ha, to'g'ri aytyapsiz. 1-yanvardan boshlab O'zbekiston fuqarolariga onlayn
hujjatlarni viza uchun onlayn topshirish imkoniyati ochildi. Bitta narsani tushunishni xohlardim. Ko'pchilikda yolg'on tasavvur paydo bo'lgan shekilli, bu elektron viza emas. Bir xil davlatlar, deylik, masalan, Dubay yoki Saudiya Arabistonda umraga kimdirlar borgan bo'lsa bo'ladi, elektron viza. Siz o'tirib turib anketani saytdan to'ldirasiz, pulini to'laysiz, sizga qog'oz keladi, QR kodli, shu sizning vizangiz bo'ladi. Bu Germaniya ochgan tizim unaqa tizim emas, elektron viza emas. Bu faqatgina siz hujjatlaringizni elchixonaga oldin qanday edi? Elchixonaga original hujjatlaringizni olib borardingiz, topshirardingiz, ko'rib chiqardi. Xuddi shu hujjatlarni siz skan qilasiz, onlayn yuklaysiz portalga, ular ko'rib chiqadi. Ko'rib chiqib, xulosa beradi. Ha, sizga borish mumkin, vizani beramiz degan qarorni qabul qilganidan keyin siz o'sha hujjatlarni elchixonaga olib borib topshirasiz. Oldingi tizim qanday ishlagan bo'lsa, xuddi shunday olib borib topshirasiz. O'sha barmoq izlarini berasiz, to'lovini qilasiz. Bu mana bilasiz, o'chirit juda katta termin deydi, kirish uchun beradigan tizim. Termin yetishmayapti, vaqtida kira olmayapti insonlar. O'shani yengillashtirish uchun qilingan narsa. Aslida o'tgan oy Halida yig'ilish bo'ldi. O'shanda Germaniyani sobiq elchisi Toshkentdagi Siller janoblari ular bilan ko'rishib qolib, gaplashib qoldik. O'shanda savol berdim. Nima uchun shunaqa katta o'chirit? Nima uchun kengaytirmaydi Germaniya terminlarni ko'p bermaydi desam, bilasizmi, dedi, 2 kishi ishlayapti. Konsullik отделda 2 dona odam ishlaydi. Konsul bilan gaplashganimizda aytdiki, kuniga 200 dan oshiq zaявка tushadi. Biz fizически ulgurmaymiz. Jismonan shuni обработка qilishga ulgurmaymiz, deyapti. Keyin nima muammo? Kattalashtirsa bo'lmaydimi? Ko'proq odam olinglar. Bu budjetga bog'liq. Demak, elchixonani ishchilari oyligi o'sha Bundestag uchrashda qilingan budjetdan oylik olishadi. Demak, o'sha vazirlikning oyligidan olishadi. Har safar vazirlik o'zi uchun xarajatlarni oshiradigan taklifi bersa, Bundestagda bu qarshilikka olib keladi. Har doim rad etiladi, javob etiladi. Shuning uchun buni oshirish oson emas. Keyin bilsangiz, Scholz kelib ketdi. O'tgan yili katta shartnoma, migratsion shartnoma qo'l qo'yib ketishdi. O'shanda bizning katta umidimiz bor edi. Mana hukumat darajasida yo'l ochildi. Endi elchixona kattalashadi, viza berish kengayadi deb o'ylagan edik. Afsuski, u ro'y bermadi. Nimagaki, Germaniyani siyosiy tizimi shunaqa tuzilganki, hatto kansler ham bu masalalarni o'zichalik hal qila olmaydi-da. Bu yerda parlament hal qiladi, Bundestag hal qiladi. Keyin bizda shunaqa ishonch bor ediki, endi Ukrainada boshlangan urushdan keyin Rossiyaga sanksiyalar e'lon qilindi va Germaniyani Moskvadagi elchixonasi, juda katta elchixona, qisqartirildi. O'sha yerdagi ishchilarni o'ylardikki, O'zbekistonga yo'naltirishadi, O'zbekiston kattaroq bo'ladi elchixona degan umidimiz bor edi. O'shanda elchidan so'raganimda aytdiki, men ham shuni kutuvdim dedi. Lekin unaqa bo'lmadi. Xo'p, o'sha ishchilar nima qilishdi? Shuncha mana ishchi qisqardi. Sam ularni bo'shatishmadi ishdan, ularni faqat Germaniyaga jo'natishdi. Shundayki, Germaniyadan turib elchixonada ishlayotgandek qilib onlayn ishlashayotgan ekan. Shuning uchun bizni kutgan narsa bo'lmadi. Endi bizni agentur Freibaisdan gaplashganimizda, o'sha seminarlar bo'lganda tushuntirishdiki, Postdamda shahrida sentr ochishgan. Shu vizalarni hammasini обработка qiladi, to есть ko'rib chiqadigan. Ularga o'sha onlayn aytganimdek hujjatlar topshiriladi, ular ko'rib chiqib qaror qabul qilish imkoniyatiga ega. Ular ha viza beramiz yoki yo'q berilmaydi, rad etiladi degan qarorni qabul qiladi. Bir 20 dan oshiq ishchisi bor ekan, endi kattalashtirsa kerak. Bu butun Germaniyani, butun dunyodagi elchixonalar uchun ishlash kerak. Hozir endi testoviy yoqildi, hamma davlatlarga emas, lekin O'zbekiston bor. Hujjatlar keladi, o'sha aytganimdek, ular ko'rib qaror qabul qiladi va aytadi elchixonaga, mana ma'mur fuqaro uchun biz qaror qabul qildik. Viza beringlar.
U fuqaro boradi, hujjatlarini, original nusxalarini olib boradi, elchixona faqatgina solishtiradi. Ha, yolg'on emas ekan, to'g'ri hujjat beribdi deydi va barmoq izlarini beradi. Shu bilan viza protsessi boshlanadi, vizani olsa bo'ladi. Endi qaysi viza turlari? Hozir hamma viza turlariga ochilmagan, faqatgina shansi karta deydi, blau karta deydi, ko'k karta, yuqori oyliklik yoki yuqori malakali mutaxassislarga beriladigan viza turi va Fachkraft. Bu narsa kundan kunga o'zgaryapti. Fachkraftda boshida shunaqa narsa turuvdiki, faqatgina akademik sferada ishlaydiganlar uchun degan saytiga kirsangiz yozib qo'yibdi. Faqat akademik sohada ishlaydiganlar uchun, boshqa sohadagilar uchun emas. Hozir u o'sha zametga olib tashalgan. Hozir tushunishim bo'yicha hamma Fachkraftda topshirsa bo'ladi. Qolgan viza turlari o'sha qanday tizim bo'lgan bo'lsa, shu paytgacha o'sha tizimda ishlab kelyapti. Lekin endi tizimni hozir test jarayonida ishlatishyapti. Qanchalik yurishiga qarab, qolgan viza turlariga ham kengaysa kerak. Sho'rasir aka, rahmat bugungi suhbat uchun. Juda ham yurtdoshlarimiz uchun manfaatli suhbat bo'ldi degan umiddamiz. Yurtdoshlarimizga qanaqadir tilaklaringiz bo'lsa, bemalol tanqisiz. Dilmurod, rahmat birinchidan tashkil qilganingiz uchun va taklif qilganingiz uchun. Ko'rganlarga, vaqtingizni uchun rozi bo'lasizlar. Agar bizani qilgan mehnatimiz kimlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, juda xursand bo'lamiz. Germaniyaga ketmoqchi bo'lgan insonlarga maslahatim faqat nemis tilini o'rganinglar. Nemis tili har qanaqa holatda ham Germaniyaga borganda kerak bo'ladi. Yana bir narsaga to'xtalib o'tsak, hurmatli yurtdoshlar, agar podkastni kuzatgan bo'lsangiz oxirigacha, biz podkastda aynan O'zbekistondagi o'sha chekkadagi bir qishloqdagi odam qanaqa qilib Germaniyaga ketishi va unda nima bo'lishi haqida gaplashdik. Ya'ni shaxsiy sizni to'liq tanishtirmadik yoki o'zimni oilaviy sharoitlarim, qanaqa Germaniyaga borib qolganim yoki boshqa narsa emas. Aynan shu mavzuga mos ravishda sizga manfaati tegadigan mavzularda gaplashishga harakat qildik. O'shaning uchun shaxsiy ma'lumotlar yoki boshqa narsalar haqida to'xtalib o'tmadik. O'zimga juda ko'p savol kelardi. O'shaning uchun bu narsani tashkillashga harakat qildim. Savol keladi. Aka, yaxshimisiz? Qanaqa borgansiz Germaniyaga? Yoki aka, yaxshimisiz? Hozir Germaniyadamisiz? Masalan, men o'ylayman, nima farqi bor aka sizga? Men Germaniyadamanmi? O'zbekistondamanmi? Yoki qanaqa borganim, men balki qiyin yo'lda borgandirman. Balki sizga oson yo'li bordir. O'sha narsani so'rang, biz javob beraylik sizga. O'sha narsani so'rashingizni xohlagan bo'lardim va bugungi podkastdan aynan o'zingiz uchun manfaatli joylarni olib, xudo xolasa Germaniyaga to'g'ri yo'lda va aniq qadamlar bilan harakat qilishingizni tilab qolgan bo'lardim. Rahmat hammaga.